trenddagi qorli, shunaqa chiroyli manzarali rasmlar man sizga yasashni tepa-tekinga o'rgatib qo'yaman. Buning uchun ChatGPT ilovasiga kirib, prompt so'zi yozib oldirishingiz kerak. Xohlasangiz so'zma-so'z yozasiz, xohlasangiz manga o'xshab istalgan rasmni olib, xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lsin deb, kiyimingiz qanaqa bo'lishini xohlasangiz, ro'moldamisiz yoki ro'molsizmi, hammasini batafsil yozasiz. Xohlasangiz 3 ta kadrda, xohlasangiz 2 ta, xohlasangiz 1 ta kadrda deb hammasini batafsil yozib yuborasiz. Keyin ChatGPT sizga mana shunaqa prompt so'zini yozib yuboradi. Buni ustiga bosib turib kopirovat qilib olasizda va Gemini ilovasiga kirasiz. Xohlagan rasmingizni, iloji bo'lsa yuzingiz tiniq tushgan bo'lsin, yaqindan boyaga kopirovat qilgan so'zlaringizni yuborasiz. E'tibor beringlar, men o'zbekcha so'zlarini o'chirib tashladim, faqat ingliz tilidagi prompt so'zini yubordim. Rasm tayyor bo'ldi, lekin qarasam uncha yoqmadi menga, o'xshamagani uchun yana ChatGPT ga kirib, xuddi shu yuborgan rasmimdaqa prompt so'zi yozib bering dedim. Yana prompt so'zini kopirovat qilib yubordim. Mana istagan rasmim tayyor bo'ldi. Menga obuna bo'ling. Bu videoni esa qorda, shunaqa chiroyli manzaralarda rasmga tushishni istayotgan dugonangizga yuborib qo'ying.